Surxondaryo polvonlari. Mana bu davrada 50 yillik kurashni ko'rgan polvonlarimiz bor. 100 yillik tarixni bilgan odamlarimiz bor. Sizlar bunday olganda boshqa viloyatga borib olishyapsizlar. Mana sizlarga bitta og'riqli joyda aytaman. U kuni Sherali Jo'rayevni to'yida bo'lgan holat. Surxondaryoning ikkita polvoni begona polvonni chaqirmay biring-biringga qo'l taylab turibsan. Bu nima holat bu? Nafsinglarni yesin. Hech qayerda yo'q unaqa narsa. Surxondaryoning polvoni Qashqadaryoga bordingmi? Namanganga bordingmi? Ikkita bo'lib bordingmi? Biring bu burchakda, biring bu burchakda arslonday turishing kerak. Yo'q, biring chiqqanda biring yoshilib turishing kerak. Chunki ikki oyoqli insonga ishonch yo'q. Tars etib tushib ketsa, yo'q degan gapdan ko'ra biring chiqib borishing kerak. Surxondaryoning polvoni bunday bo'lmaydi. Nafs, bir to'yni shunday olib qo'ygan odamlar ketdi. Sendan ham o'tadi. O'sha narsani hurmat qil. Kurashni birinchi varag'i bu or bu. Agar oring bo'lmasa, milliard pul ishlagin bir tinsen polvon. Xalqning xotirasidan shunday erigan shamday o'chib ketasan. Mana bu narsa senlarga maslahatim. Ma'qulmi xalq? Ma'qul. Biz Surxondaryo o'sha qoidani ushlashimiz kerak. O'sha yerda Bekovul ikkita Surxondaryoni olish deganda, aka, men o'z yurtimda olishaman bular bilan. Men o'zga yurtga keldim. Menga chaqir, polvoningni chaqir. Men mana shu yerda turaman degin, Bekovulning tili shapa kesiladi. Surxondaryo tarixida ikkita Qashqadaryolikni bironta maydonimizga olishtirgan joyimiz bormi? Yo'q. So'ra polvonlar, qadimiy odamlar bilan o'tir. Faqat o'zing yema. Bitta ikkita ulug'vor odamlarga 1 kilo bo'lsa ham guruchni damlab berda, o'tirib gurugini ol. Faqat zot emas. Faqat hurmatni, tarixni o'rgan. Mana bu narsa insonni yetuklikka chiqaradi. Amin. Polvonlarimizga insof bersin. Allohu akbar.